Assalomu alaykum. Mana yangi inkubatorimiz tayyor bo'ldi. Ham arzon, ham sifatli. Hozir to'liq obzorini qilamiz. Bu inkubatorlarimiz zakaz asosida tayyorlanadi, 2-3 kun oralig'ida. Orasiga qanday ishlatishni ham tushuntirib o'tib ketamiz. Tashqi ko'rinishga keladigan bo'lsak, bu inkubatorimiz materiali 2 qavatli bo'ladi. Tashqisi dekor plus, ichki qismi penapleksdan bo'ladi. Yonbosh qismlari ugolnik qilingan bo'ladi. Plastmassa ugolnik. Yonboshdan ko'rinishi, orqadan ko'rinishi. Oldi ko'rinishi mana bunday. O'rtasiga kichkina ayna qo'yilgan. Ichini ko'rib turishlik uchun. Bemalol 3 etaj, 3 etajda ham ko'rsanglar bo'ladi. Suv idishi ham ko'rinadi. Qopqog'ini ochib yurishinglar shart emas. Tepasiga keladigan bo'lsak, birinchisi mana tepasi, o'ng tomondan birinchisi issiqlikda ligrovka qiladigan kontroller, o'rtadagisi namlik, bu chekkadagisi ichidagi fonarni chirog'ini o'chirib yoqadigan vyuklyator. Bu vyuklyatorni faqat ichini ko'rgani yoqasizlar, boshqa payt o'chirib qo'yasizlar. Yonboshida tuxumni aylantiradigan vyuklyatorni 19-kuni 0 ga qo'yib qo'ysanglar, 0 ga bosib qo'ysanglar, tuxum aylanmaydi. 19 kun bir tomonda bosilgan turadi. 19-kuni 0 ga qo'yib qo'yasizlar. Tepasini ochib yurmanglar. Bunisini nastroyka qilib o'zimiz yopib qo'yganmiz. Umuman ochilmaydi. Bu motorda taymeri. Bunisi blok bitani. Inkubator ishlatib beradigan asosiy mexanizmi. Bu inkubatorimizga 200 dona tovuq tuxumi sig'adi, 600 dona bedana tuxumi sig'adi, o'rdak tuxumi 150 tacha sig'adi, kurka tuxumi 130 tacha sig'adi. Bu taxminiy sonlar, internetdan olingan, razmerlarini internetdan olib hisoblab qilganmiz. Tuxum soni bizda yo'qligi uchun, tuxum yo'qligi uchun aniq nechta ketishini bilmaymiz. Balki ozroq ketishi mumkin, balki ko'proq ketishi mumkin. Ichki ko'rinishini hozir ochib ko'rsatamiz. Mana ko'rishingiz mumkin, mana ilmog'i bor. Ilib qo'ysanglar qattiq qisadi. Yonboshidan havo kirmaydi. Mana 3 etajli bo'ladi. Fonarini yoqamiz. Bir boshdan boshlaymiz. 3 etajga xohlasanglar 1 etajga teringlar, xohlasanglar to'lni teringlar. Ozroq tuxum bo'lsa 1 etajda o'zida ochirsanglar ham bo'laveradi. Motorli sep tuxumni aylantirishlik uchun. Mana bu simni tuxum terganinglardan keyin tuxumni ustiga tashlab qo'yasizlar. Issiqlik bilan namlikni o'lchaydigan simni bu. Pastda mana suv idishlar qo'yilgan. 2 ta suv idish bu yerda. 2 litrlikdan 2 ta suv idish. Tepasi nima uchun setga qo'yilganini bilmoqchi bo'lsanglar, bu jo'ja ochgandan keyin pastga tushib ketadi. Pastga tushgandan keyin suvni ichiga tushmasligi uchun setga qo'yilgan. Bu mana shu holatda suv idishni ustida turadi setka. Suv idishni o'rtaga qo'yasizlar. Setka mana bu latorni o'rtasida turadi. 2 ta ventilyator qo'yilgan. Bittasi ishlamasa, bittasi ishlaydi. Bu ko'rishingiz mumkin, 2 ta ventilyator. Endi ishlatish haqida video qilamiz. Bu tovuq tuxumi ochirish haqida. Birinchi bo'lib issiqroq xonaga qo'yasizlar. 20-25 bahor havosidagi xonaga. Uykaga suqishdan oldin tuxum terasizlar. Tuxum terish juda qulay. Mana bu boltlarini, gaykalarini yechib, latolarini ko'tarib olsanglar bo'ladi. Tepadagi etaji chap tomoni mana chap tomonni ko'tarasizlar. Chap tomonga itarsangiz mayog'idan chiqadi. Sepni ham mana bo'shatadigan gaykasi bor. Gaykasi orqali sepni bo'shatasizlar. Keyin mana bu 3 ta tayoqchasi bor. Tayoqchasini ham bo'shatasizlar. Keyin latok chiqadi. Tuxumni tashqarida terib, keyin joy-joyiga qatirib qo'yasizlar. Qatirayotganda mana bu gaykalarni qo'lda nomiga qatirib qo'ysanglar bo'ldi, kulut ishlatish shart emas. Qo'linglar bilan qatirib qo'yasizlar. Qisib qo'ysanglar motor aylanmay qoladi. Sepni ham shunaqa qo'lda qatirib qo'yasizlar. Tuxum polni terasizlar. Tergandan keyin 2 ta suv idish qo'yilgan. Bitta suv idishiga
3-4 kunda bir to'g'ri suv quyib turasizlar. 19-kungacha faqat bitta idishiga suv quyasizlar. Ikkinchi idishiga bo'lsa 19-kundan keyin ikkalasiga to'ldirib suv quyiladi. Bitta idishga 19 kungacha quyiladi. Bitta idish bo'sh turadi. 19-kuni ikkalasiga to'ldirib quysanglar, namligi ko'tariladi. Mana bu simni tuxum ustiga tashlab qo'yasizlar. Tuxum tikka holda teriladi, bir-biriga yopishtirib, tuxumning yo'g'on tarafi bo'ladi, shuni tepaga qaratib terasizlar. Uchli tomoni pastga bir-biriga yopishtirib, yo'g'on tarafi tepaga bo'ladi. Mana shu holatda bu inkubatorlarimizga garantiya beramiz. 6 oy garantiyasi bor. Zakaz asosida tayyorlayapmiz. Bu narxini 1,5 million so'm qilib beramiz. Dastavka kelishiladi. Zakaz qilasizlar, kartadan to'lov qilsanglar 2-3 kun ichida tayyorlab beramiz. Joylarga qarab dastavka pulini hisoblab beramiz. 100% avtomat. Suvga qarab tursanglar bo'ldi. Hamma yo'q avtomat bo'ladi. 1,5 million so'm ichida 200 dona tovuq tuxumi, 600 tacha bedana, 150 tacha o'rdak, 130 tacha kurka tuxumi ketadi. Pastda nomerlar qoldiramiz. Aloqaga chiqarasizlar kimga kerak bo'lsa. Knopkalarni bosib yurmanglar. Hamma parrandagi 37-8 gradus yeta oladi. Mana shu gradusni ochib chiqaradi. Bunisini o'ynab buzib qo'ymanglar. Bir xil gradus ochib chiqaradi. Namlik foizi ham muhim emas. Aytganimdek bitta idishga suv 19 kungacha quyib turasizlar. 19-kundan keyin ikkala suv idishiga to'ldirib suv quyasizlar. Выключатель doim o'chib turadi, fonarchigi. Faqat kerakli paytda yoqamiz. Tepasini ochib yurmaysizlar. 220 voltga ishlaydi. Keyin mana bu tepada ikkita 3 tadan dimoxod teshilgan ikkita joyiga. Bu dimoxodlarni yopishinglar shart emas. Mabodo havo sovib, ichi gradusi 37-8 ga chiqmaydigan sharoitda bittadan yopib, o'sha 37-8 ga chiqquncha bittadan yopib turasizlar. Qolgan payt 37-8 da bir xilda turadigan paytda umuman yopmaysizlar. 6 ta teshigi bor, umuman yopilmaydi. Tushunmagan joylarda Telegramdan yozinglar. Tushuntirib qo'yamiz. Mana bu ilmag'i. Shunday yopiladi. Bu kattalik qiladi deganlar uchun kichikroq inkubatorlarimiz ham bor. 70 talik bo'ladi bu inkubatorlarimiz. 750 ming so'm, 70 dona tovuq tuxumi sig'adi. To'liq videosi kanalimizda bor, o'tib ko'ringlar. 750 ming so'm. Buni ham garantiyasi bor. Bu yangini ham garantiyasi bor.